Peygamber aleyhisselam iki ishning birini tanlashga to'g'ri kelsa, Allohning shariatiga xilof bo'lmasa, iki ishning asarroqini tanlaydi. İslamga vakillik qiladigan musulmonlarning obrazi o'xshamagan nuqtalardan xunuklaşdi. Bugun kunda bir qism yoshlar azroq bir xizmatlarda kichikkin nasib bo'lib qolsa, intayin tezda cho'ngiyib, o'zini boshqalardan alohida chaqlab g'odiyishga Bugün talabga loyiq musulmon yoshligini yetildirib chiqish uchun oldi bilan mas'uliyatchanlik bilan islomning muhim aloyidaliklarini o'zida namoyon qila oladigan qobil va talantli yoshlar tarbiyalanib chiqish kerak. Nemishqa? Chunki bugun islomga vakillik qiladigan musulmonlarning obrazi o'xshamagan nuqtalardan xunuklaştirildi. Pak islomimizga qarshi sukaldi. Shu sababdan islomning asosli roli ojizlar, foydasiz va ushoq masalalar uchun zo'r kuch sarf qilinadigan vaziyat borliq keldi. Buning natijasida Uyg'urlar orasidami islomga ochiq oshkora til uzatishga jur'at qilish qilmishlari maydon keldi va kelyapti. Shuning uchun bugun musulmonlarning, bo'libmi musulmon yoshlar obrazining bulg'anishiga sababchi bo'ladigan tuvandagidek yo'chiqlarni etishga alohida ahamiyat berish kerak. Bu yo'chiqlarning birinchisi passiv nazariyani faoliyatchan aktivlikdan ustun ko'rish. Bugungi yoshlarda ko'rilgan yo'chiqlardan biri Qur'on va sunnatda tilga olingan ideal nazariyalarni amaliy reallikdan ustun ko'rish bo'lib, buning natijasida faqatla subyektiv nazariyalarga ko'ngil bo'lib, amaliy harakatlarga sal qaraydigan yoshlar mavjud bo'lib qoldi. Bundaq yoshlar o'z xarakteridagi ijodkorlik va muvaffaqiyat energiyasini xo'ritib, dunyoning moddiy tarafiga sal qaraydi. Amaliyotda Payg'ambar alayhisalom iki ishning birini tanlashga to'g'ri kelsa, Allohning shariatiga xilof bo'lmasa, iki ishning asarroqini tanlaydi. Qur'on Karimdami iymon bilan solih amal har vaqt birga tilga olingan. Shu sababdan ideya bilan harakat har vaqt o'ng tanasib holatda minish kerak. Ular bir-biridan ayrilolmaydigan qushning ikki qantiga o'xshaydi. Parvoz qilish uchun o'zaro moslashish kerak. Yoshlarda ko'rilgan nuqsonlarning ikkinchisi nazariyani amaliyotdan ustun ko'rish. Buzilish shakllaridan yana biri ma'lum bir nazariyani amaliyotga uyg'un bo'lsin, bo'lmasin, muqaddas bilib, qat'iy chaqilg'il bo'lmaydigan aqida hisoblab qarg'ulachi cho'qinishdir. Bundaq kishilar nazariyani amaliyotga tatbiqlashga sal qaraydi. Dabdabilik nazariyalar bilan vaqtini zoya qilib o'tadi. Mag'lub bo'lganda bo'lsa, Allohning taqdiriga ortib qo'yadi. Amaliyotda reallikqa uyg'un kelmagan yoki amaliyotdan yiroq va yoki konkret ma'lumotlardan xoli quruq nazariyalar bilan biz ko'zlagan nishonimizga aslo yetolmaymiz. Bizning plan loyihalarimiz amaliyotga qancha uyg'un bo'lsa, qalbiga shuncha yaqinlashgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularni o'zgartib qo'ymaydi deyish orqali dunyodagi sabab va natija munosabatiga alohida ishorat qilgan. Yoshlarda ko'rilayotgan nuqsonlarning uchinchisi normallikdan chetnab chekidan oshirib o'tish. Normallik bo'lsa, bu dinning asosiy prinsiplaridan biri. Payg'ambar alayhisalom osonlashtiringlar, qiyinlashtirib qo'ymanglar deyish orqali bizga bu normallikdan chetnab ketmaslikni tavsiya qiladi. Ammo kishilar orasida, bo'libmi yoshlar orasida dinga bo'lgan haddidan ziyoda muhabbat sababidan ishlarda mo'tadillikdan chetnab ketilgan ahvol mavjud. Bu ahvol faqat shaxsning shaxsiy maqsadiga salbiy ta'sir ko'rsatib qolmasdan islomning obraziga ta'sir yetkazdi. Kichik munkarni to'sish uchun cho'ng munkarga yo'l ochib berdi. Natijada qiyniga qaytqilib bo'lmaydigan hanga akilib qo'ydi. Shu sababdan aziz yoshlar, amaliy harakat jarayonida normallikqa alohida diqqat qilishimiz kerak. Ko'rilgan nuqsonlarning to'rtinchisi xususiylikni umumiylikdan a'lo bilish. Bir qism yoshlardagi xatoliklardan yana biri islomni har tarafdan umumyuzlik nazarga olmay, muayyan tarafning tashabbuschilari bo'lib qolishdir. Masalan, bir qism yoshlar islomiy kiyim-kechakka alohida ahamiyat bersa, yana bir qism yoshlar soqol qo'yish, tasbih ishlatish, misvak ishlatish qatorliq islom ta'limotlariga eng ko'p ahamiyat berdi. Yana bir qismlari islomni o'zining kalsidagi muhim bilgan ma'lum amallarga bog'lab tushunib oladi. Ba'zilari dunyolik bilimlarga sal qarasa, ba'zilari diniy ta'lim olishga sal qaraydi. Yana bir qismi faqat qurolli harakat, kuchga ahamiyat bersa, yana bir qismi tarki dunyolik so'pilik, yana bir qismi odatdagi masalalar halakchiligida. Taxmi yomon bo'lg'ini bularning hammasi o'zining kinilar to'g'ri deb qaraydi. Shu vajidan yoshlar islomni bir butun holda qabul qila oladigan, eng muhimni oldiga qo'ya oladigan, har masalani loyiqida, o'rnida bir taraf qila oladigan, o'lcham va tartib bo'yicha hal qila oladigan saviyada tarbiyalanish kerak. Nuqsonlarning 5-si shaxslarga chekdan oshirib aqida bog'lash. Shaxsga aqida bog'lash va agishishda haddidan oshirib o'tish yoshlarda ko'rilgan masalalardan biridir. Yoshlarda qoida prinsiplarga emas, shaxslarga havas qiladigan, bo'libmi prinsipsiz holda boshqa millatlardan chiqqan shaxslarni cho'ng ko'radigan ahvol ko'riladi. Dinimizda shaxslar ulug'lanmaydi. Shaxslar emas, balki prinsiplar yuqori o'ringa qo'yiladi. Biz bu aqidani Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin kimki Muhammad alayhisalomga ibodat qiladigan bo'lsa, Muhammad alayhisalom olamdan o'tdi. Kimki Allohga ibodat qiladi ekan, Alloh tirikdir, hargiz o'lmaydi degan xitobidanmi ko'rib olaymiz. Shu sababdan biz
bizning kishilarga baho berishga asosiy qoidamiz haqiqatni insonlarga qarab emas, insonlarni haqiqatga qarab tunishdir. Yoshlardagi nuqsonlarning 6-si menmanchilikni haqiqatdan ustun ko'rish. Bu yerda buzilgan ahvollardan yana biri boshqalarning fikriga hurmat qilmay, hatto tashkilot a'zosi turib, tashkilot rahbarining fikriga yoki o'quvchi turib, o'qituvchiga tamoman xilof holda o'z xohishiga, mijoziga va fikriga qarg'ulachi cho'qinishdir. Bugungi kunda bir qism yoshlar azroq bir xizmatlarda kichikkin hassi bo'lib qolsa, intayin tezda cho'ngiyib, o'zini boshqalardan alohida chaqlab g'odishga, hatto o'zini birdan-bir esil kishi, eng vatanparvar zot deb chaqlab, boshqalarni ko'zga ilmaslikdek nachar axloqlardan yiroq bo'lolmayotgan ahvollarni ko'rib turibmiz. Ammo haqiqat shuki, islom prinsiplarida haqiqatga amal qilishda shaxslarning nafsi, mijozi, tabiati va xarakteri qanday bo'lishidan qat'iy nazar menmanchilik supurib tashlandi. Bunda haqiqat oldida bosh egish tuyg'usi shakllanmagan jamiyatda islohot olib berish qiyin bo'lib qoladi. Shu sababdan yoshlarda bundaq kibr, menmanchilik va shaxsiyatchilikni tugatishimiz kerak. Ko'rilayotgan nuqsonlarning 7-si mavjud sharoit bilan kifoyalanib qilish. Mavjud sharoit bilan bo'ldi qilib, alg'a ilgirlashni xohlamaslik islom obrazining buzilgan taraflaridan yana biri hisoblanadi. Chunki mavjud sharoit yoshlarning alg'a ilgirlash yo'lini to'sib qo'ydi. Shuning bilan yoshlarda taraqqiy qilishni xohlamaydigan, ilgirlash va yangilikka intilmaydigan ahvol mavjud bo'lib qoladi. Amaliyotda mavjud narsalar bilan mavjud qilish zarur bo'lgan narsalar o'rtasidagi farq haq bilan botil o'rtasidagi farq o'xshaydi. Bu cho'qim o'zgartirishimiz kerak bo'lgan masalalarimizdan biridir. Musulmon yoshlari cho'qim haqiqatni suydigan, botilga bosh egib qolmaydigan, bor bo'lganga havaslanib qolmaydigan saviyada tarbiyalanish kerak. Xulos qilib aytganda aziz yoshlar, yoshlarning kuchini taxmi oshirish, shundaqla jamiyatdagi ta'sirini kengaytirish uchun yuqorqi va shunga o'xshagan bizning ruhiyatimizni o'ltirib, yoshlikki energiyalarimizni xo'ritib tashlaydigan nachar odat va qilmishlarni bir-birlab o'y, fikr va anglarimizdan supurib tashlashimiz kerak. Ulug' Alloh yoshlarimizni o'zining umrini manfaatli ishlarga va yaxshiliklarga sarf qilishga muvaffaq qilgan.